5 yildan beri yoki 10 yildan beri yoki yana qanchadir vaqtdan beri hech qanday sizda o'zgarish bo'lmayaptimi? Natijalar yuqorilamayaptimi? Nimadir holatlaringiz yaxshi tomonga o'zgarmayaptimi? Bu sizning bitta sababingiz, dankasalligingiz, ya'ni barchamizning dankasalligimiz evaziga xuddi shu holatlarimiz yaxshilanmayapti. Dankasallikni yengmasdan biz harakat qilsak befoyda, samarasiz ketadi. Birinchi o'rinda do'stlar, nima qilamiz? Dankasallikdan qutulamiz. Dankasallikda qutulishning bitta yoki bir nechta yo'llari bor, ko'p yo'llari. Men sizga shulardan bittasini tavsiya beraman. Bu kelajak haqida qayg'urish, kelajak haqida o'ylash, kelajak haqida mas'uliyatni yelkaga olish. Ya'ni 5 yildan keyin, 10 yildan keyingi holatingizdan yaxshi narsani kuting va yomon holat bo'lishligidan qo'rqing. Ana shu qo'rquv bizni harakatga chorlaydi. Ertalab soat 5 da yoki 5:30 da yoki 6 da uyg'onmasligimizga haqqimiz yo'qligini esda tutishimiz kerak. Agar men ertalab soat 5 da uyg'onmasam, 5 yildan keyin ahvolim mana shunday bo'ladi. Pulga muhtoj bo'laman. Qo'limda imkoniyatlarim kam bo'ladi. Muammolarim yanada ko'payib ketadi degan doimiy miyangizda kelajakka bo'lgan mas'uliyat va qo'rquv sizni ertalab soat 5 da budilnikdan oldin uyg'otadi. Hayotimizni yaxshilaylik, maqsadlarimizni ko'taraylik, ko'paytiraylik va albatta o'zimiz xohlagandek yaxshi va baxtli hayotga o'tamiz.